7 ta eng foydali mahsulotlar. Sog'lig'ingizni osongina yaxshilashni xohlaysizmi? Shunchaki ushbu 7 ta mahsulotni ovqatlanish ratsioningizga qo'shsangiz kifoya. Piyoz. Albatta, pachkalab piyoz yeyishingiz shart emas. Shunchaki salat yoki sho'rvaga qo'shing. Piyoz jigar, qalqonsimon bez, yurakni davolashga yordam beradi. Bundan tashqari, piyoz shamollash va virusli kasalliklarga qarshi foydalidir. Shak shubhasiz bolaligingizdagi bemaza, ammo samarali asal va piyozli sut retseptini eslasangiz kerak. Ko'p odamlar o'ziga xos ta'm berganligi sababli shifobaxsh ichimlikdan piyozni ajratib olishni afzal ko'rishadi. Piyozda fitonsidlar mavjud. Ushbu moddalar zararli bakteriyalar ko'payishini oldini oladi. Aytgancha, piyoz issiqlik ta'siridan so'ng ham zararsizlantirish xususiyatlarini saqlab qoladi. Shuning uchun bu haqiqatdan ham universal mahsulotdir. Sarimsoq piyoz. Sarimsoq oshqozon ichak traktining florasini yaxshilaydi, qondagi xolesterin miqdorini me'yorga keltiradi. Piyoz singari sarimsoq tarkibida ham fitonsidlar mavjud. Doimiy ravishda sarimsoq iste'mol qiladigan odamda ushbu mahsulotni iste'mol qilmaydigan odamga nisbatan 3 barobar kam shamollash kuzatiladi. Agar siz sarimsoqni xomligida iste'mol qilsangiz, saraton kasalligi xavfi kamayadi. Shuningdek, yurak-qon tomir tizimining holati yaxshilanadi. Sarimsoq C va B vitaminlariga boy. Olma. Oshqozon uchun ajoyib meva. Olma tarkibida oshqozon tarkibidagi fermentatsiya bakteriyalar bilan kurashishga yordam beradigan kislotalar mavjud. Olma tarkibidagi yana bir muhim modda bu kvarsetein. Ushbu modda saraton hujayralarining o'sishini sekinlashtiradi. Olma yog' eritadigan xususiyatlarga ega parhez mahsulotdir. Sabzi. Sabzi karotinga boy ekanligini eshitgan bo'lsangiz kerak. To'g'ri, bu A vitaminining sabzdagi turi. Ammo karotindan tashqari sabz tarkibida B, C, E, K vitaminlari va bir qator minerallar, kaliy, kalsiy, natriy, yod, fosfor mavjud. Ular yaxshiroq so'rishi uchun sabzini qaymoq yoki sut bilan yeyish tavsiya etiladi. Vegetarianlar uchun ham ajoyib yangilik. Sabzi tarkibida aminokislotalar mavjud. Ko'k choy. Ko'k choy immunitetni me'yorda saqlash uchun kerak. Bu insult va yurak-qon tomir kasalliklarining paydo bo'lish xavfini kamaytiradi. Haqiqiy foyda qadoqlangan choyda emas, balki yoyma choy ekanligi aniq. Ko'pincha ko'k choy navlarini 80 daraja haroratda yetishtirish kerak. Yaxshiyamki, endi elektr choynaklarining aksariyati suvni istalgan haroratgacha qizdirishni bilishadi. Agar siz choyni kerakli haroratda iste'mol qilsangiz va qaynash vaqtiga e'tiborli bo'lsangiz, ko'k choyning foydalari kafolatlanadi. Zaytun. Hozir hayratda qolasiz, ammo zaytun bu foydali o'simlik yog'dir. Yog' miqdorini me'yorda ushlab turish uchun kuniga 8 ta zaytun iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, zaytun vitaminlarga boy. Ularning ko'pchiligida E vitamini, shuningdek, temir va minerallar mavjud. Agar siz toza zaytun unchalik yoqtirmasangiz, zaytun moyini sotib oling. Yog' va minerallarning yetishmasligini qoplash uchun uni salatlarga qo'shing. Yong'oqlar. Agar ular ushbu ro'yxatga kiritilmasa, g'alati bo'lar edi. Bu omega 3 va oltinning manbai. Bundan tashqari, bu ajoyib o'simlik oqsili va yog'i ko'rish va yurak faoliyati uchun foydalidir. Videom sizga foydasi tekkan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling.